Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi. Aqchangizni omonat kassada saqlangiz. Agar bor bo'lsa, Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku. Lekin bunaqasini muzkashlar nima uchun bo'lib qoldinglar? Qani so'qroqdan bir chalinglar. Boyvuchchani nega xafa qilding, murtad? Yana o salimga qo'y kampir. Siylaganni bilmading, ko'rnamak qarob. Salom shoh. Xursandman. Salom shoh. Judayam xursandman. Salom shoh. Sen kimni ko'p aytyapsan, yaramas? Shohni ishiga aralashma. Davlat qashalan qolmaydi. Qaraveringlar. Gitler kaput. Xullas men vaqt devorini yiqib, moziga sayr qilishim mumkin. Sizni nima ishingiz bor, xotinim bilan oramizda nima bo'lgani bilan ajrashamizmi, ajrashmaymizmi, bu bizning shaxsiy ishimiz. Boyvuchcham bugun jazmani Yakin bilan Kavkazga jo'nab ketgan. Biz hozir o'tmishga sayr qilib, qadimiy Moskvani ko'ramiz. Yuragim bezilayapti. Yana g'alaba bo'ladi. Tavba qarang, juda qiziq-ku. Bunaqa erni birinchi ko'rishim umrimda. Odamni har narsa bo'lgani yaxshi. Xotin bos, shilqim. Shurik, uydamisan? Safar. Elchi farmoshi bo'yicha mirza. Qora ikra. Qizil ikra. Ha, baqlajon ikrasi. Menimcha Zinoyda Mixailni juda ham yaxshi tushunasiz. yo'q, Pray. Naqadar zo'r. Ta'rifga so'z yo'q. Men qarang, sizni Grimda tanimayapman. Kimsiz? Qanaqasiga repetitsiya? Darhol militsiyaga telefon qiling. Seni tanib bo'lmay qopti. Chiqing, ichaverganingdan. Sizni xotiningiz bo'lganimda men ham ketib qolgan bo'lardim. Seni ham davolashadi. Seni ham davolashadi. Meni ham davolashadi. Nahotki, uchta magnitofon, uchta kinokamera, chet elniki, uchta portsigar oltindan yasalgan. Dahshat, bu dahshat. Qanaqa koshona? Adresingizni ayting. Bo'ldi, masxarabozlikni bas qiling. Shpagin narsalarni ham siz oldingizmi? Baraka toping, xotilaman. Anton Semyonovich Shpakni chaqirib bersangiz. E'tiboringiz uchun rahmat.